Assalomu alaykum. Ingliz tili o'qituvchilari attestatsiyaga birga tayyorlanamiz. Zamonlardan обязательно test tushadi. Zamonlarga e'tiborli bo'lamiz. Hozir men sizlarga so'zlarni bilmasdan turib, qanday ko'rinishiga qarab, gapni shakliga qarab, grammatikasiga qarab javob topishni o'rgataman. I'll have this project finished. Bu yerda oson so'zlar bor. Ichidagi so'zlarni bilmasangiz ham mana shu will have finished mana shu zamon bilan doim by keladi. Va siz testga tayyorlanayotganda asosiy qoida ko'proq praktika qilishingiz kerak. Har birini razbor qilib chiqishingiz kerak. Bittasi ozgina yaqin bo'lib turgan bo'lsa ham, qolganlarini xatoligini isbot qilib ketishingiz kerak. By bilan untilning farqi, agar mana shu srokgacha, shu deadlinegacha biror ish harakat tugatilibdi desa by bo'ladi. Shu vaqtgacha, Mondaygacha biror bir ish harakat davom etadi desa until bo'ladi. Until davom etishga ishlatiladi. Bu tugatilishga ishlatiladi by. Ikkalasini ham ma'nosi gacha. Before to'g'ri kelmaydi, beginning to'g'ri kelmaydi. Значит, biz xatolarini tushundik va to'g'ri variantni 2 marta isbotladik.